Qozog'istonning yana bir shahrida dahshatli portlash yuz berib, 6 kishi afsuski olamdan o'tdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videoroligimiz ostidagi podpisatsiya va like tugmalarini bosib bizni kuzatib borishda davom eting. Samarqand shahrida gaz portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. 9-mayga o'tar kechasi Samarqand shahri Bog'saroy mahallasidagi uylardan birida gaz-havo aralashmasining chaqnashi ro'y berdi. Hodisa oqibatida uyning temir-beton konstruksiyalari qulab, birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlari va yerto'la qismi zarar ko'rgan. Yong'in sodir bo'lmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabariga ko'ra, qidiruv-tekshiruv ishlari davomida vayronalar ostidan afsuski 6 o'zbek fuqarosining jasadi topilgan. Kuzatib borishda davom eting. Azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.